2025-yil Fan va texnologiyalar universitetining xalqaro sahnadagi navbatdagi katta qadami boshlandi. Delegatsiyamiz bilim, hamkorlik va yangi imkoniyatlar sari Turkiyaga yo'l oldi. Safarning asosiy maqsadi Turkiyaning 7 ta yetakchi universitetida o'zaro tajriba almashish, qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish va ilmiy aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish bo'ldi. Ibn Xaldun universitetida delegatsiyamizni aloq kutib olishdi. Uchrashuv davomida talabalar almashinuvi, qo'shma ilm izlanishlar va 2026-yilda Samarqandda o'tadigan xalqaro konferensiya bo'yicha muhim kelishuvlarga erishildi. Karabuk universitetidagi uchrashuv o'ziga xos bo'ldi. Qo'shma ta'lim dasturlarining kengayishi, fakultetlar aro loyihalar, 2-2 va 1-1 modellarning joriy etilishi borasida strategik kelishuvlar amalga oshirildi. Zonguldak Bülent universitetida memorandum imzolanishi orqali talabalar almashinuvi va 1-1 qo'shma magistratura dasturlari bo'yicha hamkorlik kengaydi. Qaradengiz texnik universiteti bilan uchrashuv ilmiy hamkorlikni yanada mustahkamladi. Muhandislik va iqtisodiyot yo'nalishlaridagi qo'shma dasturlar, malaka oshirish va tubitak loyihalari bo'yicha birinchi qadamlar qo'yildi. 2025-2026 o'quv yilining 2 semestridan bir nafar talabamiz 100% grant asosida ushbu universitetda tahsil olishi mumkin. Ushbu safar davomida 7 ta universitet bilan memorandumlar imzolandi va 30 dan ortiq talabalar uchun almashinuv hamda qo'shma magistratura imkoniyatlari yaratildi. Fan va texnologiyalar universiteti global ta'lim maydonida o'z o'rnini tobora mustahkamlamoqda va ushbu safar kelajak sari qo'yilgan ishonchli qadamdir.